bugungi konumuz shaxiy drenaj arz sxemasini hisoblaması. Bugungi mavzumuz shahar suv qochirish tarmog'i sxemasini hisoblash. Drenaj sistemi nedir? Drenaj sistemi shaxiy drenaj olib, atmosferik yağışlar, kar erimesi sonucu oluşan suları ve cadde sokak alanlarında biriken fazla suyu toplama, iletme ve güvenli bir şekilde tahliye etmeye yarayan bir mühendislik sistemidir. Savol tug'iladi, o'zi shahar drenaj sistemasinin o'zi nima? Bu aytyapti, atmosfera yog'inlari, yomg'ir, qor va qorlardan erishidan hosil bo'lgan to'plangan suvlar va ko'cha va yo'llarda hosil bo'lgan ortiqcha hosil bo'lgan ko'lmaklar suvlar bo'ladi. Shular va shularni nima qilish, to'plash, yo'naltirish va xavfsiz bir shaklda shahardan tashqariga chiqarish, uni keyin qayta ishlash va boshqa ishlar bilan yo'naltirish mumkin. Modern drenaj va yağmur suyu kanalizasyon sistemleri toplama, iletme, depolama veya düzenleme ve tahliye aşamalardan oluşur. Bu yerda aytyapti, zamonaviy drenaj va yağmur suvi kanalizatsiya sistemasiga to'plash, uzatish va ularni boya aytganimizdek to'g'ri tashkil qilish natijasida xavfsiz tashqariga chiqarish, ya'ni shahardan tashqariga chiqarish. Temel bileşenler yol kenarı eğimleri, suyun kenarları doğru akışını sağlayan yol profili. Bu yerda asosiy tarkibiy qismlari bular nimalar? Yo'l chetining qiyaliklari, yo'lning ko'rdanlikasining qiyaligi. Bu suvning to'g'ri oqishini ta'minlab beradi bizlarga. Rogarlar sistemin kontrol noktaları ve suyun birleşme noktaları. Rogarlar degan bizda lük boshqa misol bizda kanalizatsiya sistemasi lük qopqoqlari bor, to'g'rimi? Ularga kanalizatsiya sistemasidan suv, buning vazifasi bu yerga kirish va yo'llarni analiz qilish, qanday ahvolda ekanini ko'rish, agar ta'mirlash kerak bo'lsa ta'mirlash uchun. To'g'rimi? Buning vazifasi. Keyin masalan bizda kanalizatsiya panjaralar bor, to'g'rimi? Ya'ni ko'cha boya aytganimizdek nishatliklar bo'ladi-ku, yo'l kesimini. Bu yerga yağmur, qor suvlarining yig'ilishini natijasida sular bu teshikdan oqib kanalizatsiyaga qo'shilib, keyin pompa istasyonları yeri doğal akışı sağlamayan yerlerde suyu tahliye eder. Bu yerda aytyapti, nasos stansiyalar. Bu nimaga kerak? Relief bo'yicha pastdan yerlar bor. Ya'ni u yerdan tabiiy ravishda suv chiqib keta olmaydi. To'g'rimi? Buning uchun nima qilamiz? Bu hududdagi, ya'ni pastdan hududlardagi suvlarni nima qilish uchun, chiqarish uchun bizga nasos stansiyalar kerak. Samotok deb so'raymi? Samotok. Sen bize ulkan ko'lamda qarayapsizlar, shahar to'g'risida. Temamizning o'zi ham shahar, bu yerda tuman, qishloq bo'lib turadi. Baribir zamonaviy texnologiyalar, komfort baribir qishloq qaramog'ida jo'xar bo'ladi. Qisqa muddatlarda muammolar yechilishi kerak-da. Bo'ldi. Tushunibmi? To'plab so'rab bersangiz. Yağmur suyu ızgaraları, suyun toplaması için cadde üzerindeki giriş noktalar. Boya çizip ko'rsatganimiz ızgara bu yerda panjara o'tiribdi, yağmur sularının toplanıp chiqib ketish noktasi, kirish noktasi. Borular ve kollektorlar.
suvi ilatan yeraltı şebekesi bu yerdan oqib bu yer qayerga tushadi? Turbalarga, kollektorlarga tushadi. To'g'rimi? Shuni aytyapmiz. Bu tarkibiy qismlarni aytyapmiz hozir. Keyingisi drenaj, desaj nuqtasi. Suyun son olarak bırakıldığı kanal, derya veya rezervuar. Bu yerda buni keyin nima qilamiz dedik boya? To'playmiz, yo'naltiramiz, keyin tashqariga chiqarib yuboramiz. Tashqariga chiqargan yerimiz havza bo'ladi. Bu yerda shu yerni aytyapti. Suvning eng so'nggi borib to'xtaydigan joyi. Hozirda qayta ishlab bilmay bo'ladi. Agar qayta ishlash o'rnatilgan bo'lsa, joiz bo'lsa emas, u yerda ishlanayotgan bo'lsa, aslida ishlash kerak. Suvni tejash maqsadida qayta ishlash. İki temel sistem tipi. Bu yerda asosiy ikkita drenaj sistemning ikki turi bor. Ochiq va yopiq. Açık sistem bu kanaletler, kandekler, kanallar boyunca akar. Doğal arazi profiline uygun olarak tasarlanır. Bu yerda aytyapti, biz nima dedik? Lotoklar, ariqlar, kanallar şu nimalardan to'planib oqadi, to'g'rimi? Suvlarimiz. Lekin buni aytyapti, shu yerdagi relyefga uyg'unlashtirishimiz kerak deyapti. Ya'ni u ochiq bo'lgandan keyin buni nasos ya boshqa yordamida oqizmaymiz, to'g'rimi? Relyefga mos tarzda bo'lishi kerak, nishabliklar, qiyaliklar relyefga moslashtirishimiz kerak. Kapalı sistem suv ızgaralı girişlerden borulara iner ve yer altı şebekesi aracıyla tahliye eder. Kapalı sistem. Nima dedik? Bu lotoklardan, boshqalardan yig'inaladi yoki panjaralardan yig'inalib, keyin quvurlarga boradi dedik, to'g'rimi? Keyin borib havzalarga boradi. Yer ostida joylashgan bo'ladi. Kapalı sistem. Hisoblama aşamaları, hisoblash bosqichlari. Bular nimalardan iborat? Plan va topografiya. Bölgenin genel planı ve topografik harita. Biz hisoblashda bizga ma'lumotlar kerak, to'g'rimi? Qanday ma'lumotlar? Shu shaharning bosh rejasi va topografik planlari, to'g'rimi? Ya'ni qayerda joylashgan, uning ko'chalari qanday joylashgan, qanday yo'nalishlarda joylashgan, bu balandlik va pastlik nuqtalari, past tekislikda joylashgan, tog' hududlarda, qirg'oqlarda joylashgan shaharimiz. Shunga qarab turib biz suv qapsalish tarmog'i sxemasini yuzamiz. Undan keyin yüzey özellikleri, sert zemin kaplama alanı ve yeşil alanlar. Biz aytdik, su oqim koeffitsiyenti bor. Oqim koeffitsiyenti nima? U yer yuzasi sirtining qoplamalarga bog'liq holda yuqori yoki kam bo'lishi mumkin. Masalan, yo'l qoplamalarida asfalt, beton yoki tom qoplamalar. Bu yerda oqim koeffitsiyenti yuqori bo'ladi. Qayerlarda kam bo'ladi? Tuproqli yerlarda yoki shag'al, maysazorlar, yashil hududlarda oqim koeffitsiyenti past bo'ladi. Uni aniqlashimiz kerak. Hisoblash bosqichlaridan bittasi bu. Yağış verileri ve tekerrür periyodu. Bu yerda aytyapti, yog'ish ma'lumotları. Yağış ma'lumotları nima? Ya'ni aytdik, yillik yog'in nimasi dedik? Intensivligini aniqlaymiz dedik. Masalan aytdik, Hindistonda 11.000 mm yog'adi yillik. Yilda 11.000 mm yog'adi. O'rtacha 11 metr. O'rtacha bo'lganda avval 11 mm 10.500 mumkin bir yil, 11 ming bo'ladi, 8 ming bo'ladi. Lekin o'sha 10 yillar va 20 yillar vaqtda o'rtachasi soni esida 11 ming turibdi-da. Lekin ko'p zavodda u. Mevcut shebekeler, kanal boru, kollektorların durumu. Biz shahar bosh rejasidan nima qildik? Shaharning hozirgi mavjud holatini o'rganamiz. Ko'chalarning, turar joylarning, ya'ni bino va inshootlarning. Bu yerda ham bularning asosiy nimasi? Tarkibiy qismlari nimalar? Trubalar, quvurlar, kollektorlar va havzalar, to'g'rimi? Ularning hozirgi holatini aniqlashni istaymiz.
su toplama havzalarının belirlenmesi. İlk pratik aşama bölgeye ayrı su toplama havzalarını ayırmaktır. Her havza içindeki suyun belirli bir alıcıya veya rogara doğru aktığı bir alandır. Dikkate alınan unsurlar: arazinin en yüksek ve en alçak noktaları, sokak kesiti, bardurlar ve yol kapılmasının profili, yapay engeller ve kavşak yapıları, doğal akış yönleri ve eğimler. Şema çizilirken katlar ve akış yönü konulara mutlaka gösterilir. Gördüğünüz adapte su hazırlarken biz belgilab olishimiz kerak deyapti. Aytdik, har bir hududga o'ziga havzalarni biriktirib, keyin nima qilamiz? Yo'naltiramiz. Shahardan tashqariga chiqaramiz dedik. Bu yerda nimalarni e'tiborga olishimiz kerak? Diqqat qilishimiz kerak bo'lgan unsurlar.